Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Yo Parvardigor, shu darajadan o'tib olishimga menga yordam ber. Ha, Jin ursin. Nega Minecraftni obnovleniya qilishyapti? Men tushunmayapman. Mana endi men mana bu bloklar orqali tepaga chiqishim kerak. Tushunmadim. Sen bu yerga qaysi teshikdan tushib qolding? Jin ursin, men deyarli yuqoriga chiqib olgandim. Marraga yetay deb qolganimda Shoshma, sen deyarli yuqoriga chiqqan edingmi? daraxtlar bor joygacha chiqqan edim. Daraxtlargacha deysanmi? Mana daraxtlar shundoqqina tepamizda turibdi-ku. Sen hozirgina menga marragacha yetib bordim deding-ku. Men hozir kelaman. Meni ishonchim komil, sen oxirigacha borasan deb o'ylayman. Agar Jasur Minecraftda mendan o'zib ketsa, men bu o'yinni hech qachon o'ynamayman. Xo'sh, qani bilmasam boshladik. Demak, birinchi sinov bu daraxtlar orasidan o'tish kerak. Axir bu oson-ku, nima uchun Jasur bu yerdan o'ta olmagan? Mana endi qiyin pallasiga keldi deb o'ylayman. Agar men mana bu kichkina qishloqchaga boradigan bo'lsam, men bir balo qilib mana bu aholining oldidan o'tishim kerak. Hoy, men nima qilishimdan qat'iy nazar sen joyingdan qimirlama. Shoshma, mana bu lyuklarning birini ochsamchi. Mana shunday qilsak osonroq bo'ladi. Mana bu boshqa gap. Va nihoyat men mana bu tentakning oldiga keldim. Menga qara tentak, agar sen salgina nariroq borsang, men mana bu la'nati qishlog'ingdan o'tib olardim. Iltimos. Sen qo'lingdan kelgan ishni qilishing mumkin, lekin meni oldimda hech kim etolmaydi. Jin ursin sen la'natini. Mayli, bilasanmi nima? Shoshma. Agar men narigi burchakka qarab sakrasamchi? Ha, bilasanmi nima? Qani olg'a. Yo, buning iloji yo'q, lekin qandaydir yo'li bo'lishi kerak. Balki men bu yerda ko'rmagan sirli buyum bordir. Minecraftga nima zarar edi birinchi darajani bunday qiyin qilib? Axir bu tushunarsiz-ku. Shoshma, men mana bu uygacha sakrab bilarmikinman? Menimcha sakrab bilsam kerak. Qani bunaqa. Salgina qoldi-ya. Agar men bu yerga bekorga sakragan bo'lsam, xafa bo'lishimga to'g'ri keladi. Bu yerda sandiq bor ekan, qo'yish. Ichida nima bor ekan? Bu yerda kamon bor ekan-ku. Uning 5 ta o'qi bor ekan. Ulardan bittasini tentakka ishlataman. Menimcha sen bolani hali ham aqling kirmaganga o'xshaydi. Tushunmadim, nima? Uni qayerdan olding? Unga o'zi mana shu kerak edi. Mana endi bu kamon menga kerak emas. Va nihoyat men bu la'nati qishloqdan o'taman. Olg'a. Menimcha men toshlik yoki g'orlik shaharchadaman. Ha, bu aniq edi, chunki qishloqdan so'ng albatta g'or keladi. Buni hayratlanarli joyi yo'q. Albatta bu yerda har doimgidek ikkita yo'l bo'ladi. Oshna, qishloqdan o'tish oson ekan. Meni ishongim kelmaydi. Nega sen bu yerga qiynalib chiqding? Chunki men tentakni kamon bilan hammayli ahamiyati yo'q. Xullas bu yerda ikkita yo'l bor. Bir tomoni toshlik, bir tomoni ko'mirlik. Xo'sh, birinchi navbatda temirlardan boshlash kerak, chunki temir kovlash yaxshi. Tushunmadim, temir deysanmi? Nimalar deyapsan la'nati? Biz birinchi navbatda ko'mir olishimiz kerak. Ko'mir bo'lmasa temirni qanday qilib qizdirasan? Menga qara, men bilaman o'zim nima qilishni. Sen bilgan bo'qingni. Bilganingni qil, menga bitta yiqilib o'lmaysanmi? Men bilaman qaysi tomon to'g'ri yo'l ekanligini. Shuning uchun men mana bu yerni tanlayman. Mana hattoki bu yerda chiqish yo'li bor ekan. Bu yo'l to'g'ri yo'l ekanligini bilardim. Men shunchaki mana bu blokning ustiga sakrasam bo'ldi. Shoshma, axir bu oson-ku. Bir blok ustiga sakrash. Jin ursin. Yo'q, men bu o'yindan chiqib ketaman. Menga qara, senga bir marotaba ko'rsaman. Axir bu oson-ku. Bir blok uzoqlikka sakra bilmayapsanmi? Hozir meni miyam chalkashib ketdi. Sen tanlagan yo'l ham, men tanlagan yo'l ham oson emas ekan. Bo'lmasam bu g'ordan qanday qilib chiqib olamiz? Men qandaydir resurs kovlamoqchi bo'lsam, men birinchi navbatda yerga qarab kovlayman. Balkim yerni kovlarmiz. Yerni kovlash deysanmi? Ha, yomon fikr emas. Mayli, birinchi sen boshla. Bilasanmi nima? Balkim to'g'ri fikrlashni o'rganarmiz. Balkim bu yerdan o'tadigan qandaydir ko'rinmas bloklarni ko'rmay qolgandirmiz. Tushunmadim, sen nima qilyapsan? Men senga aytdim-ku, yerni kovlash kerak deb. Mana bu blok meni ko'zimga issiq ko'rinyapti. Ha, juda ham issiq ko'rinibdi. Men sirli yo'lni topib oldim. Sen hali ham tirikmisan? Bu yerda ko'rinmas bloklar bor ekan. Shunchaki sen menga ishonishing kerak. Mana endi men Minecraft o'yinida qandaydir bir tentakning orqasidan yurishim kerak. Bojin ursin, axir o'yinning qizig'i qolmaydi-ku. Biz juda ham uzoq yurdik-ku. Nima deb o'ylaysan, kelib qoldingmi? Yo'q, tentak, biz hali yarmiga ham kelganimiz yo'q. Biz va nihoyat g'ordan chiqib oldik. Mana endi bu yerda uylar bor ekan. Juda ham qiziq. O'zi sen birinchi resurslarni to'plaganingdan so'ng uy qurishing mumkin, to'g'rimi? Ha, shunday. Ko'pchilik insonlar uylarini g'orlarda ishlashgandan so'ng qurishadi. Mana bu toshlik uy menimcha xavfsiz bo'lsa kerak. Xullas men mana shuni tanlayman. Nima, sen o'ylab ham ko'rmaysanmi? Menimcha endi o'ylab ko'rsa kerak. Menimcha savollarga javobni mana bu yog'ochlik uydan izlashim kerak. Chunki uylarning balandligi 2 ta blokdan iborat bo'lishi kerak, 3 ta blok emas. Men hozir juda ham balanddaman, adashmayman degan umiddaman. Qani yopirim? Ha, xudoga shukr, eson-omon o'tib oldim. Menimcha savollarimga javobni mana shu uydan izlayman. Tushunmadim, yerda ender bloki nima qiladi? Menimcha bu yo'q, to'g'ri, hozir nima bo'ldi? Men teleportatsiya bo'ldimmi? Qoyil, men uylar orasidan chiqib oldim. Qani olg'a. Ajoyib. Xo'sh, demak bizda yer ostiga tushadigan portal bor. Bunisi esa fake portal. Tushunmadim, bizning o'yinimizda ikkita portalning bu yerda nima aloqasi bor? Men tushunishim bo'yicha bu yerda bir gap bo'lyapti.
Bu yerda portal shunchaki qurilmagan. Iye, nimalar deyapsan? Axir bu Minecraft. Mana bunisi haqiqiy portal emas. Ko'zing ko'rmi nima balo? Iye, mana bu bolani toshna kallasi ishlamaydi. Voy, mana menga qara. Ko'ryapsanmi, men yaxshiman. Wow, jin ursin, bunaqa bo'lishini kutmagan edim. Xo'sh, demak men o'zim tanlagan portal orqali bo'laman. Xo'sh, hozircha biz eson-omon o'tib oldik. Qani olg'a. Menimcha men oddiy dunyodan yer osti dunyosiga tushib qoldim. Agar men yer osti dunyosiga bo'lsam, demak kiray qulayapti. Demak men yuqori qavatga bo'lishim kerak. Agar men yuqori qavatga chiqib oladigan bo'lsam, men kirayga bora olaman. Agar bu yerdan eson-omon o'tib olsam. Jin ursin, bu yerda hech qanday yo'l yo'q-ku. Obo, yana oldimda modlar to'siq bo'lib turadimi? Bu qishloq aholisi emas ekan. Buning ichida nima bor ekan? Tillomi? Men tilloni marvaratlarga almashtirishim mumkin. Xo'sh, cho'chqa, sen bilasan nima qilishni. Sen menga kiray marvaratini berasan va men ketaman. Men mana bu Minecraft o'yinidan o'tmoqchiman. Xullas, meni tushunding. Menda marvaratlar yo'q. Oy, la'nati, men senga 64 ta tillo berdim. Mana endi boshqa reja tuzish kerak. Menimcha u bizni mana bu yerdan ko'rmayapti. Shoshma, menda bir g'oya bor. Qo'yil, olg'a. Mana shu yerda seni kallang ishladi. Menga qara Piglin, qara seni oldinga kimni olib keldim? Bu sening yaxshi ko'rgan do'sting Dream. Unga marvarat berish xohlamaysanmi? Menga marvaratlar yo'q. Jin ursin, mana bu cho'chqadan qanday qilib marvarat olamiz? Yo'q, tavba. Tushunmadim, bu cho'chqa bolasi kim bo'ldi? Xavotir olma. Shunchaki tomosha qilganda menga xalaqit berma. Men seni o'g'lingni bir nechta marvaratlarga almashtiraman. Bo'ldi, yetadi. Menga faqat bir dona kerak edi. Yetadi dedim. Men va nihoyat marvaratlarni qo'lga kiritdim. Mana endi kirayga qarab olg'a. Endi men marvaratlarni ishga solishim kerak. Bo'lmasam bu yerga chiqqanim bir tim bo'ladi. Agar yiqilib o'ladigan bo'lsam, men bu o'yinga qaytib kelmayman. Qani orol tomon olg'a. Qo'yil. Biz uddaladik. Men deyarli Minecraftda g'olib bo'lay deb turibman. Yo, xudoyim, biz mana shu yerga chiqishimiz kerakmi? Yo, sen uni balandligini ko'ryapsanmi? Ha, sen to'g'ri aytasan. Bu bir necha soat vaqtimizni olishi mumkin. Lekin taslim bo'lmasligimiz kerak. Balkim bu yerda qisqa yo'l bordir. Bo'lsa ham biz uni ko'rmagandirmiz. Balkim bizni yuqoriga nimadir teleportatsiya qilar. Hozir shoshma, bir daqiqa. Qani bo'la qol. Menga qara Jasur, menda bir g'oya bor. Agar biz shaharning mana bu yerda turib, xoruslardan bir nechta yeyadigan bo'lsak, biz teleportatsiya qilishimiz mumkin. Qoyil, seni umringda birinchi marotaba mana shu yerda kallang ishladi. Qani 1, 2, 3 yuqoriga ko'rishguncha. Bu ish berdi. Shoshma. Menimcha men kiray shaharning eng yuqorisidaman. Qoyil. Qani olg'a. Men bu yerga bir dona sassiq xorus yeganim uchun keldim. Jasur nega ko'rinmaydi? Jasur? Tushunmadim. Evo? Yo'q, men qanday qilib pastki qavatga tushib qoldim? Yer ursin. Xullas, men bilmayman, Jasur qayerga qo'yib bo'lib qoldi. Lekin men uni kutish niyatim yo'q, chunki men o'yinni tugatishim kerak. Xullas, men 1000 ta blok balandlikka chiqishim kerak. Axir bu oxirgi zinalarmi? Men yuqoriga chiqsam haqiqatan ham g'olib bo'lamanmi? Qo'yil, xo'sh. Bu yerda nimadir yetmayapti-da. O'zi men g'olib bo'ldimmi yo'qmi? Bu kiray portalmi? Menimcha o'yin o'z nihoyasiga yetdi, to'g'rimi? Men bilaman u yerga qanday borishni. Agar qayiqning ichida qanotlar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qo'yil, bor ekan. G'alabaga bir qadam qoldi va Minecraft o'yini o'z nihoyasiga yetadi. Mayli, vaqtni cho'zmaylik. Men shunchaki u yerga uchib boraman va o'yinni tugataman. Bilasizlarmi nima? Menga Minecraftning bu versiyasi yoqdi. Boshida qiyin bo'lgan edi, lekin men hozir g'alaba qilishimga bir qadam qoldi. Siz Jasur oldimda emasda. Bo'lmasam g'alabani birga nishonlar edik. Bu nima? Yo'q.